Tushda ohu ko'rishning ta'birlari. Kirmoniyning ta'kidlashicha, har kim tushida ohuni tutib olsa, chiroyli kanizakni qo'lga kiritishiga ishoradir. Agar ohu tomog'ining orqa tomonidan so'yganini ko'rsa, birorta kanizak bilan shariatga xilof ravishda qo'shilishiga ishora bo'ladi. Ohuning po'stini shilganini ko'rsa, begona ayol bilan zino qilishiga ishoradir. Agar ohu terisini yeganini ko'rsa, chiroyli bir ayoldan mol topadi. Agar ohu terisini yoki go'shtini yoki yog'iga ega bo'lganini ko'rsa, unga ayol kishidan mol yetishiga ishora bo'ladi. Ohuni o'ldirganini ko'rsa, ayol tomonidan g'am yetishiga dalildir. Ibn Sirin aytadiki, ohuni ovda yiqitganini ko'rsa, g'animat topishiga dalildir. Ohu uning uyida o'lib qolganini ko'rsa, xotin sababli qayg'u alam yetishiga ishoradir. Ohuni tosh bilan urganini yoki kamon bilan otganini ko'rsa, biror ayolga qattiq va nosoz so'zlar aytishiga ishoradir. Jobir Mag'ribiy aytadiki, qo'l bilan ohuni tutsa yoki birov unga bersa, kanizagidan farzand tug'ilishiga ishora bo'ladi. Imom Ja'far Sodiq aytadiki, tushda ohuni ko'rmoq 4 narsaga dalildir: ayolga, kanizakka, farzandga, ayollardan yetadigan foydaga. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.